Har birimizda qo'limizda telefonimiz bor va har birimizda o'zimizga yarasha gruppalarimiz bor. Oilaviy, sinfdosh, kursdosh, qarindosh, amaki, bo'lalar, shunaqa degan nomlangan har xil gruppalarimiz bor. Sizlarda ham shunday tanishlar bor bo'lsa kerak deb o'ylayman, yo qarindosh urug'laringiz ichida. Masalan, o'shanda kim bilandir urushib qoladi-da, umuman gruppadan chiqib ketadi. Gruppadan chiqib ketadi-da, chunki degan u yoqda kim bilandir urushib qolgan-ku. Gruppadan chiqib ketgandan keyin, u bilan yarashib, yaxshi bo'lib qolgandan keyin, yana iltimos meni gruppaga qo'shib qo'yinglar deb sizlarga qo'ng'iroq qilishadi. Endi bitta savol. Avvalambor nimaga chiqib ketding? Chiqib ketish niyating bor ekan, chiqib ket. Qaytib kirishda xayoringdan chiqar. Agar qaytib kirib kelish niyating bo'lsa, unda chiqib ketma. Bu nima qiliq? Sen o'sha urushgan insoning bilan gaplashmay qo'ygin. O'sha insoningni chorniga tiqasanda, blokka tiqasanda yarashgandan keyin yana chiqarasan. Bu nima qiliq?